Assalomu do'stlar, Mr. Freeze kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videomizda biz top 3 ta live hacklarni ko'rib chiqamiz. Videoga like bosinglar va kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bo'lmasa biz videomizni boshlaylik. Xo'p, okalar, bo'lmasa bizning birinchi live hackimiz mana shu Ender Dragon tuxumini paydo qilish bo'ladi. Mana ko'rasizlar, Ender Dragon haqiqiy bu hech qanaqa inventarda bo'lmaydi. Bu faqat paydo qilinadi. Buni paydo qilish uchun chatga kirasizlar va mana bu tayoqcha give kichikcha p ender tag chiziqcha dragon tag chiziqcha spawn egg deb yozamiz va bizda mana shu tuxum paydo bo'ladi. Xo'p, biza Wizard tuxumini ham olish uchun shunga o'xshash kod teramiz. Shuni o'zini teramiz. Mana Wizard olish uchun give kichikcha p Wizard spawn egg teramiz va bizga Wizard tuxumini beradi. Bu tuxum inventarda yo'q. Ana shu ikkita tuxum inventarda bo'lmaydi. Mana biza kerak bo'lsa mana kuchugim quvvatda hujum qilyapti. Xo'p, bo'lmasa biz ikkinchi live hackimizga o'tamiz. Ikkinchi live hackimiz qilish uchun bizga mana bu 4 ta narsa kerak bo'ladi. Xo'p, biza bitta chuqur qazib olib, keyin 3 ta blokli o'rgimchak turini qo'yamiz va uni ustiga xohlagancha qum qo'yamiz. Mana qo'ydik. Keyin uni oldiga bitta qo'yamiz, blokni sticky piston bitta olib tashlaymiz tepadan va qum tushadi. Mana tushdi. Keyin mana bu qizil blokni bitta qo'yasizlar va mana buni qo'yinglar kelar. Juda ham chiroyli. Agar shunaqa kerak bo'lsa mana bunday pastga tushib turadi. Tekis bo'lib tushib turadi. Ko'proq qilmoqchi bo'lsanglar, rang-barang qilmoqchi bo'lsanglar, masalan, juda ham chiroyli. Maslahat beraman. Bu ham live hack, bu live hack ham juda ham zo'r. Bo'lmasa 3-live hackga ham o'tamiz. Let's go. Kelar 3-live hackimizga o'tamiz. 3-live hackimiz siz uchun juda ham kerakli bo'lishi aniq. Agarda siz uy qurib videojaniyada boshqa joyda o'lib qolgan bo'lsangiz va siz spawn bo'lganingizda uyingizda emas, boshqa joyda spawn bo'lsangiz, siz uy qurib o'tgan joyingizga shunchaki mana shu chetda terib qo'yishingiz kerak. Spawn point bo'ldi. Mana shu bitta bosib qo'yasizlar. Sizlar qachon o'lsanglar, mana shu uy qurib o'tgan joylarda paydo bo'lasizlar. Xo'p, okalar, videomiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosinglar va kanalga obuna bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.